Siz ham menga o'xshab Amerika seriallarini ko'rib katta bo'lgan bo'lsangiz, yaqinroq keling. Bugun haqiqiy amerikalik oilanikiga mehmonga boramiz. Bu mahallani ko'rishim bilan Desperate Housewives'dagi musiqa miyamda o'ynashni boshladi. Shri-lankalik onam bilan Xitoy tarixi bo'yicha dars beradigan professornikiga keldik. Uylari Nebraska shtatida bir qavatli shiringina xonadon ekan. Oshxonada er-xotin tengma-teng ovqat pishirib tayyorgarlik ko'rishayotganda, oshxona faqat ayoli uchun deb o'g'lim o'ylab qolmasin deb xotinimga yordam beraman desalar-da. To'g'ri audioni yozib olib, O'zbekiston erkaklariga qo'yib beraman deb hazillashdim. Oxirgi marta qachon ovqat tayyorlaganingizni bilasiz? Oldindan nima ishimizni so'rab, shunga qarab taom tayyorlab berishdi. Ketidan qilibni va muzqaymoq yeb bo'lganimizdan keyin haqiqiy Amerika kinolaridagidek vaqt boshlandi. Bir soat davlatimiz madaniyatlaridagi farq, odatlarimiz haqida gaplashganimizdan keyin sovg'alarni topshirdik. Shri-lankalik dugonam o'zi bilan choy, narsalar olib keldi. Men nima sovg'a qilganimni oldinroq Reels'da ko'rishingiz mumkin. Va ana o'sha moment haqiqiy Amerika kinolaridagidek biz ham o'tirib, ularning oilaviy rasmlarini ko'rdik. Professor bo'lganlar uchun uyda albatta o'zlarining kichkina kutubxonalari bor ekan, ko'plab kitoblar. Deb oldi Xitoy tarixi haqidagi rasmlar bularni Xitoydan olib kelgan ekanlar. Ba'zilari esa sovg'aga kelgan dedilar. Uylari o'rmonda bo'lgani uchun ko'pincha bug'ula kelib qolar ekan. Nima YouTube'dagi videolar haqiqat ekan dedim. Mehmon bo'lganimizdan keyin otelga otlandik, ko'chaga chiqib bizani kuzatib qo'yishdi. Amerika mahallalarini ham ko'rib keldik.